Assalomu alaykum hurmatli ilmchilar. Bugun biz sizlar bilan O'zbekiston 2030 strategiyasining asosiy yo'nalishlari bilan tanishib chiqamiz. Marhamat. Avvalo, reja bilan tanishamiz. Rejamiz: birinchisi, O'zbekiston 2030 strategiyasining maqsad va vazifalari. Ikkinchisi, iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlari va raqamli transformatsiya. 3. Ijtimoiy sohani rivojlantirish, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya. 4. Yashil iqtisodiyot va ekologik barqarorlik. 5. Rejamiz esa davlat boshqaruv tizimini takomillashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish. Avvalo, biz strategiyaning asosiy maqsadlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi maqsadi inson qadriyatlarini ustuvor qilish, har bir fuqaroning hayoti, huquqlari va imkoniyatlarini yaxshilash, adolatli va inklyuziv jamiyat qurish. Ikkinchisi, iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, raqamli iqtisodiyot, zamonaviy sanoat va eksport salohiyatini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash. 3. Sifatli ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini shakllantirish, har bir fuqaroning ta'lim olish va sog'lom hayot kechirish huquqini amalda ta'minlashdir. 4. Ekologik xavfsizlik va yashil taraqqiyotga o'tish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqlim o'zgarishlariga moslashish va atrof-muhitni muhofaza qilish. 5. Davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, ochiq, hisobdor va korrupsiyadan xoli davlat boshqaruv tizimini yo'lga qo'yish. Keyingi ko'rib chiqadigan narsamiz esa strategiyaning vazifalari. Birinchisi, ta'lim tizimini isloh qilish, har bir fuqaro uchun sifatli ta'lim imkoniyatlarini taqdim etish, jamiyatda ilm, fan va ta'limga bo'lgan qiziqishni oshirish. Misol tariqasida digital ta'lim platformalarini joriy etish, internet orqali masofaviy ta'lim dasturlarini yaratish va ularga keng kirish imkoniyatlarini taqdim etish. Pedagogik islohotlar, o'qituvchilar malakasini oshirish, yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash. Ikkinchisi, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish. Misol tariqasida esa sanoatni raqamlashtirish, sanoat korxonalarida avtomatizatsiya va raqamli tizimlarni joriy etish. Uchinchisi, davlat boshqaruvi va korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat boshqaruv samaradorligini oshirish, korrupsiyani kamaytirish va fuqarolar bilan yanada yaqin aloqalar o'rnatish. Misol tariqasida elektron hukumat tizimi, boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish, fuqarolar uchun davlat xizmatlari onlayn tarzda taqdim etish. 4. Ekologik barqarorlikni ta'minlash, tabiatni muhofaza qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashish. Misol tariqasida yashil energiya loyihalari, quyosh va shamol energiyasini foydalanish uchun yangi elektr stansiyalarini qurish. Keyingi ko'rib chiqadigan masalamiz esa strategiyaning qabul qilish sabablari. Bilamizki, O'zbekiston 2030 strategiyasining o'zidan o'zi bu narsalar qabul qilib qo'yilmagan. Bundan bilib olishimiz mumkinki, nimadir sabab bo'lgan va xuddi shu sabablarni sanab o'tamiz. Asosiy sabablardan birinchisi, yangi bosqichdagi taraqqiyot zarurati. O'zbekiston 2017-2022-2026 yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida muhim yutuqlarga erishdi. Biroq global va mintaqaviy o'zgarishlar fonida yangi chaqiriqlar, ijtimoiy iqtisodiy muammolar, ekologik muvozanatsizliklar yangi strategik yondashuvlarni talab qildi. Ikkinchi sababimiz, barqaror taraqqiyotga erishish istagi, dunyo miqyosida barqaror rivojlanish maqsadlariga mos keluvchi milliy strategiya zarurati paydo bo'ldi. 3. Yoshlar va inson kapitaliga investitsiya zarurati. 4. esa global raqobatbardoshlikni oshirish va ehtiyoji. 4. Global raqobatbardoshlikni oshirish ehtiyoji.
Muxtasar aytganda, O'zbekiston 2030 strategiyasi nafaqat yurtimizning kelgusi 7 yillik taraqqiyotini, balki uning uzoq yillik rivojlanish strategiyasini belgilab beruvchi muhim hujjatdir. Unda belgilangan maqsadlarning ijrosi o'z vaqtida ta'minlanishi esa davlat va jamiyatning har tomonlama jadal rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qilishi shubhasizdir. Ikkinchi rejamizni o'tadigan bo'lsak, ikkinchi rejamiz iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlari va raqamli transformatsiya. Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni rivojlantirish ayniqsa O'zbekiston 2030 strategiyasining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Bu yo'nalish mamlakatning iqtisodiy o'sishini jadallashtirish, global raqobatbardoshlikni oshirish va zamonaviy texnologiyalar orqali yanada barqaror va samarali iqtisodiy modelni shakllantirishga qaratilgan. Raqamli iqtisodiyotning mohiyati va ahamiyati. Raqamli iqtisodiyot asosan raqamli texnologiyalar va axborot kommunikatsiya tizimlariga asoslangan iqtisodiy faoliyatni anglatadi. Bu iqtisodiyotda axborot va raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish, xizmatlar va biznesdan foydalanishda keng qo'llaniladi. Samaradorlikni oshirish, raqamli texnologiyalar, jumladan sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili va avtomatizatsiya ishlab chiqarish jarayonlarini samarali qiladi. Iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, global raqobatbardoshlikni oshiradi. Raqamli iqtisodiyot orqali yangi bozorlar yaratish, xalqaro savdoda raqobat qilish va xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlikni kuchaytiradi. Innovatsiyalarni joriy etish mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu yangi texnologiyalar va g'oyalarni amalga oshirish orqali nafaqat moddiy resurslardan samarali foydalanishni, balki yangi imkoniyatlar yaratishni ham anglatadi. Asosiy yo'nalishlari texnologik inklyuzizatsiya, raqamli moliya, smart texnologiyalar. Texnologiyalarni joriy etishning asosiy yo'nalishlari: sun'iy intellekt va avtomatizatsiya, fabrika avtomatizatsiyasi, mijozlarga xizmat ko'rsatishda chatbotlar va virtual assistentlar yordamida mijozlarga tez va samarali xizmat ko'rsatish mumkin bo'ladi. Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni rivojlantirishning afzalliklari: ishlab chiqarish va xizmatlar samaradorligini oshiradi, global bozorlar bilan integratsiya qilishda katta yordam beradi, yangi ish o'rinlarini yaratishda. Bunda qanday bo'ladi? Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar yangi sanoat tarmoqlarini yaratishga yordam beradi va bu o'z navbatida yangi ish o'rinlarini yaratadi. Keyingi rejamiz, uchinchi rejamiz ijtimoiy sohani rivojlantirish, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya. Ta'lim sifatini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirish O'zbekiston 2030 strategiyasining muhim yo'nalishlaridan biri ta'lim sifatini oshirish va uni xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgan. Ta'lim tizimini takomillashtirish va xalqaro talablar bilan hamohang qilish mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining asosiysi hisoblanadi. Bu jarayon ta'lim sifatini global miqyosda taqqoslash imkonini beradi. Shu bilan birga, yosh avlodni zamonaviy bilimlar bilan ta'minlash va ularni global mehnat bozoriga tayyorlashga ta'minlab beradi. Ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilinishi, yangi pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etish, o'qitish metodologiyasini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. Bu o'z navbatida talabalar uchun samarali va ilg'or o'qish tajribasini yaratadi. Misol tariqasida ilmiy tadqiqotlar va texnologiyalarni qo'llash mumkin. Ularda o'quvchilarni zamonaviy ilmiy taraqqiyot va texnologiyalar bilan tanishtirish, masalan, sun'iy intellekt, robototexnika va boshqalar bilan tanishtirish mumkin. Bundan tashqari, yangi o'qitish metodlari, aktiv o'qitish qo'llanma materiallari, interfaol texnologiyalarni joriy etish orqali o'qish jarayonini qiziqarli va samarali qilish. Ikkinchisi, o'qituvchi malakasini oshirishda. Ta'lim sifatini oshirishda o'qituvchilarning malakasini doimiy ravishda oshirishga juda muhim hisoblanadi. O'qituvchilarning pedagogik
texnologik kompetensiyalarni moslashtirish va mustahkamlash, o'qitish metodikalarini takomillashtirish, o'quvchilar bilan samarali ishlashni ta'minlash lozim. Misol tariqasida o'qituvchilar uchun muntazam malaka oshirish va pedagogik treninglar tashkil etish mumkin. Bundan tashqari, xalqaro tajriba bilan aloqadorlik holda o'qituvchilarni xalqaro tajriba va ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish, ularga xalqaro seminarlar va konferensiyalarda ishtirok etish imkoniyatlarini yaratish mumkin. Xalqaro standartlarga moslashtirish, xalqaro akkreditatsiya va sertifikatlash, ya'ni ta'lim muassasalarining xalqaro akkreditatsiya jarayonida o'tishi, ularga xalqaro sifat sertifikatlarini olish imkoniyatlarini yaratadi. Bu o'z navbatida o'quvchilarning ta'lim tizimidan olingan bilim va malikalari global miqyosda tan olinishi va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Misol tariqasida universitet akkreditatsiyasi O'zbekistonning oliy o'quv yurtlarining xalqaro akkreditatsiyasi jarayonlaridan o'tkazish, ya'ni shu orqali xalqaro ta'lim standartlariga moslashtirish, dasturlarni global tan olish, xalqaro ilmiy va ta'lim tashkilotlari tomonidan tasdiqlangan dasturlarni joriy etish, o'quv dasturlarini xalqaro talablar bilan uyg'unlashtirish, ta'lim dasturlarini va o'quv dasturlarini eng sun'iy ilmiy va amaliy talablar asosida shakllantirish kerak. O'quv dasturlarini xalqaro tajriba va talabalar bilan moslashtirish, o'quvchilarga global bozorlar va raqobatbardosh kasblarga tayyorlashni ta'minlash. Misol tariqasida o'quv dasturlarini xalqaro ta'lim tizimlariga moslashtirish, masalan, xalqaro imtihonlar va sertifikatlar, o'quvchilarga xalqaro imtihonlarni topshirish va xalqaro sertifikatlar olish imkoniyatlarini yaratish. Keyingi rejamizga o'tamiz. Keyingi rejamiz yashil iqtisodiyot va ekologik barqarorlik. O'zbekiston 2030 strategiyasining muhim yo'nalishlaridan biri ekologik barqarorlikni ta'minlash. Atrof muhitni asrash va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini samarali foydalanish. Bu yo'nalish nafaqat inson salomatligi va tabiiy resurslar muhofazasini ta'minlaydi, balki mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar bor. Bulardan birinchisi atmosfera havosini toza saqlash. Bunda misol tariqasida avtomobillarni ekologik toza yoqilg'ilarga o'tkazish, masalan, gaz yoki elektr. Bundan tashqari, havoga chiqarilgan chiqindilar uchun sanoat korxonalariga qat'iy nazorat o'rnatish. Ikkinchisi esa suv resurslarini tejash va tozalash. Bunda suv ekologik xavfsizlikning muhim omillaridan biri hisoblangan uchun suv resurslarini tejash va toza ichimlik suvini aholiga yetkazish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Misol tariqasida suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish, tomchilatib sug'orish. Ikkinchisi, kanalizatsiya tizimlarini yangilash va biyo tozalash inshootlarini kengaytirish. Uchinchisi, yashil hududlarni kengaytirish. Bunda shahar va qishloqlarda daraxt ekish, yashil zonalarni ko'paytirish orqali ekologik muvozanatni saqlashga e'tibor qaratiladi. Bunda yashil makon umumxalq daraxt ekish loyihasini amalga oshirish kerak deb o'ylayman. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish. Bunda quyosh energiyasidan foydalanish. Masalan, misol tariqasi Navoiy, Samarqand va Buxoro viloyatlarida yirik quyosh elektr stansiyalarini qurish, uy xo'jaliklari uchun kichik quyosh panellarini subsidiyalash dasturlarini ishlab chiqish. Ekologik qonunchilikni kuchaytirish, ekologik huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni kuchaytirish, ekologik ta'lim va targ'ibotni kuchaytirish orqali aholining ekologik madaniyatini oshirish. Misol tariqasida aholi o'rtasida ekologik haftaliklar musobaqalarini o'tkazish, atrof muhitni muhofaza qilish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish O'zbekiston 2030 strategiyasining ekologik ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu chora-tadbirlar mamlakatda ekologik barqarorlikni saqlash
inson salomatligi va yashash sifati uchun qulay muhit yaratish, global iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashishga muhim o'rin tutadi. Keyingi rejamiz 5-si davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish. O'zbekiston 2030 strategiyasining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu yondashuv orqali davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar yangicha bosqichga ko'tariladi. Davlat boshqaruvini takomillashtirish, raqamli boshqaruv tizimiga o'tish. Misol tariqasida yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'plab xizmatlarni onlayn olish, elektron hujjat aylanish tizimlari, ya'ni e-hujjat, e-xat orqali byurokratiyani kamaytirish. Davlat xizmatlarining malakasini oshirish, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mas'uliyatli va halol kadrlarni tayyorlash orqali boshqaruv samaradorligini oshirish. Misol tariqasida davlat xizmatlari uchun maxsus treninglar va xalqaro malaka oshirish dasturlari, bundan tashqari davlat xizmatchisi kodeksini joriy etish. Ochiq va hisobdor boshqaruv, ochilgan ma'lumotlar, jamoatchilik eshituvlari va fuqarolarning jamoatlariga murojaatlariga javob berish mexanizmlari kuchaytirilmoqda. Masalan, har chorakda hokimlarning jamoatchilik oldida hisob berish amaliyoti, davlat byudjeti va xarajatlarining ochiq portallarda e'lon qilinishi. Jamoatchilik nazorati va fuqarolar ishtiroki. Fuqarolar davlat qarorlarining qabul qilinishida faol ishtirok etishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Masalan, mening fikrim portali orqali qonun loyihalarini muhokama qilish, mahalliy byudjetni shakllantirishda jamoatchilik fikrini inobatga olish. Shu bilan O'zbekiston 2030 strategiyasining asosiy yo'nalishlari haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.